Hurmatli mijozlar, katta chashkalarning eng zo'rlari Sabol Lingerdaligini bilasizlar. Yana bitta narsa bunga mana sizlarga dalil isboti bilan, yana chuqur chashkada chuqurligini qaranglar. Buni chashkani mana turishini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Yonidan ko'rsatib ko'ring deyman, mana qarang. Ko'ryapsiz qanaqa turibdi bu? Bo'tga qancha ko'krak sig'adi. Mana bu ichini ko'ringlar. Mana shunaqangi zo'r, materiali ham chuqur, zo'r. Mana bundoq qilganda ham rosa chiroyli turadi, qarang. Nima parallelni olib tashlasa bo'ladigan mana choklari, ichidagi gellarni ko'ryapsizlarmi? Original, buni original emaslari ham bor. Ehtiyot bo'linglar qizlar, har bitta tovari original emas, poddelkalari, arzon xillari bo'ladi. Ma'badlarda ham hattoki lazerni obработка qilingan. Ko'krak chiqib ketmasligi uchun katta ko'kraklar o'rtasiga setka qilingan. Mana shundoq ko'krakni o'rab oladi. Yonlari ham qalingina, yonimni yig'ib bersin deydiganlar uchun ko'ryapsizlar, cho'zilishini ham buni unaqa yumshoq narsa emas, qattiq narsa. Mana materiali spacer, mana juda ham zo'r. Pretelkalarni qalinligini qarang. Regulirovka ham bo'ladi. Tillarni aylanib ketyapti, mana bemalol regulirovka qila olasizlar. 3 ta zastёshkada ranglarini ko'ryapsizlar, mana ranglari korishnovisi o'zi bir nima deyapti. Mana bu yerda mana pudra, bejevisi ham rosa chiroyli, mana qarang. Keyin bu topiklarda oq rangi juda ham kam bo'ladi. Chista oqi, chista belый, mana bunda oppoq, mana qora ranglari bor. Bu fasonimizda oppog'i bor qizlar. Ichidagi obработкаларni bitta ko'rsatib qo'ying deyman, mana qarang, chiroyli qilinganmi. Setkani prosta tikib yopishtirib qo'ymagan. Mana shunaqa ingichka клеющий lentalar bilan obработка qilgan. Razmerlari 1x, 2x, 3x va 4XL lari bor. D chashka va Y chashkalariga o'ynab kulib keladi.